Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi sohasini barqaror rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, fermer xo'jaliklarining sohadagi faolligini yanada oshirish, agrar sohada mavjud muammolar va ularning yechimi yuzasidan amaliy takliflarni muhokama qilish maqsadida ochiq muloqot o'tkazildi. Farg'ona viloyati fermerlar kengashi tashabbusi bilan Oltiariq tumanidagi G'afforjon Nurli kelajagi fermer xo'jaligida qishloq xo'jaligi sohasi mutaxassislari, olimlar, klaster va fermer xo'jaliklari rahbarlari ishtirok etishdi. Fermerlar davlat tomonidan ko'rsatilayotgan e'tibor, berilayotgan subsidiya va imtiyozlarning amaliyotdagi samarasi, resurs tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish afzalliklariga to'xtalishdi. Bugungi kunda qishloq xo'jalikka ilm bilan, bilim bilan yondashilsa, kam xarajat, yuqori hosildorlik natijaga erishiladi. Yomg'irlar sug'orish orqali mana g'allani ekib 80 sentnerdan yuqori hosildorlikka erishdik. Foyda ko'ryapmiz, to'y qilyapmiz, mana texnika olyapmiz. Misol o'g'i oldim, yangi lazerli yer tekizlagich oldik, kultivasiya traktorlarini oldik. Hududimizda fermerlar maktabi ochildi. Zamon bilan hamnafas bo'lgan qishloq xo'jalik, dunyo bo'yicha bo'layotgan yangiliklarda o'sha yerda o'rganib, yuqori natijaga erishdi. Oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Buning uchun muhtaram prezidentimizga rahmat aytamiz. Muloqotda paxta, g'allachilik, bog'dorchilik, chorvachilik, sabzavotchilik hamda qishloq xo'jaligining boshqa tarmoqlarini ham yanada rivojlantirish, hosildorlikni oshirish masalalari yuzasidan fikr almashishdi. Ilg'or texnologiyalarni joriy etish, serhosil navlardan foydalanish, agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish hisobiga bugun paxtadan ham yuqori hosil olishga harakat qilinmoqda. O'tgan yili 40-45 sentner olgan edik paxtadan. Xudoga shukr, bu yil mana Xitoy navini ekdik, 52 navini. Eng kamida 60-70 sentner beradi. Paxtani ichida oldin birma-bir agat chopib yurilardi. Hozir hamma ishni texnika qilyapti. Germaniya davlatidan olib kelganmiz, semental zoti 32 bosh olib kelgan edik. Mana chorvalarimiz 100 boshga yaqin. Mana sut, go'sht mahsulotlari, g'alla mahsulotlari, paxta hammasi bilan ta'minlaganimizdan xursand bo'laman. Prezidentimiz o'zlari aytayapti, qancha sentnerni ko'paytirsak, mahsulotni tan narxi ham pastlaydi. Biz ham daromadimiz ko'payadi. Mana kam bo'lganimiz yo'q. Yurtboshimizga rahmat. Bizga shunchalik imkoniyatlarni yaratib berganiga. Fermerlar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, xalqimiz dasturxonining to'kinligini kafolatlaydigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishdek mas'uliyatli vazifani bajarishga doim tayyor ekanliklarini bildirishdi. Tuman kesimida oldi, boshlanish qismiga oldi. Siz o'zingizni maqtaning. Erishgan natijani hech qancha orzu nima ekan? Ketmizga gektarga 4,000-5,000 yer. Shuni oziqani. O'zimizga qarada shuna qora. Yaxshi. Sarxonamiz bor, butun 20 tonada sarxona qilgan. O'sha yerga ekish rejalashtirgan xohlasa o'tgan yili ekdim, gektarni 20 tonada olganman. Endi bu yilga o'zlari savol bo'lsa bemalol. Hozir necha boshga oldi ekan sotamiz. Hozir 100 boshga yaqin endi olganmiz. Boshda hali ajr bosgan, qarqaloq yerlarida. Mana hozirgi kunda daromadlarimizni oshiryapmiz. O'tgan yili 40-45 olgan. O'tgan yili qaysini oldingiz? bugungi kunda oldin biz o'zimiz ishlardik. O'zimizdan chempionatga yurganmiz. Haligi yerdan suv nasosim bor, men zakandan suv olib foydalanaman. Menda chiqqan ariq va suv yo'q. Lekin o'shandan ham ortib xudodan va'da beramanki, bugungi bizga berayotgan e'tiborlari uchun bizga berayotgan mana shu shart-sharoitlardan kelib chiqib, xudo xolasa va'da beraman, yuzlarini yorib qilib, xudo xolasa bundan ham yuqori natijalarga erishib, hosildorligimizni yana ham oshirishga xudo xolasa va'da beraman. Hurmatli prezidentimizga rahmat. Rahmat. Omjoniga nima? Ana qilaveradi. Samimiy shunga o'xshagan davlariga keldi, uni afzalligini tushunib yetdi. Sabab 2 noyabrda ishonch yo'q edi. Shunaqa ekan deb. Endi bizni shuni bir ko'rsak, bundoq shu bog'dorchilik yo'nalishida revolyutsioniy o'zgarish bo'ldi. Yangi sanoatlashtirish yo'lida bog' yaratish bo'ldi. Bu ham aynan rivojlanish bo'yicha yangiliklar, yengilliklar va imtiyozlar joriy etildi. O'zimizga maqsad qo'yganmiz, buncha hosillar olish degan shukrona bilan bir murojaat gaplashishimiz kerak hozir. Agar chorvachilik yo'nalishi bo'yicha bo'lsa, mana bu yil omborxonalar tashkil etish, logistika markazlari, qishloq xo'jaligi texnikalari, limonchilik,
qayta ishlash sexlari, yer ishlab chiqarish sexlari uchun mana o tepada yozib qo'yilgan ko'ryapsizlar, qo'l qo'yinglar bizga aylanma mablag' hisobida 18 oyga iqtisodiy kreditlar berilyapti. Böyle qisqacha sizlarga ma'lumot bizda oziq-ovqat xavfsizligi bo'lgan. Ya'ni dasturxonlarimizni, dehqonlarimiz, oila a'zolarimizni dasturxonimizni to'la to'kis bo'lishini ta'minlashga olib kelyapti. To'rtta soqolni qaysi tomondan kelgan? O, akalar qaysi tomondan? Qarab qo'yamiz kameraga. Mana hozir o'sha sohada ishlayapmiz. Gulchilik, bog'dorchilik, manolchilik bo'lsa, mana senat qatnashchilari mana bugun o'sha bir-birlarimizla mana ancha yaxshi fikrlar almashildi. O'sha o'zida qanaqa ishlar qilinadigan bo'lsa, shu o'zimizga ko'p bilmagan u bo'yicha faqat 594 sonli qaror bor. Arizani topshirib, u nomzodgarchilik puli chiqadi.